O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda yurtimiz bo'ylab joriy yilning 21-27 aprel kunlari O'zbekiston Kitobxonlar yurti 5-Respublika Kitobxonlar haftaligi bo'lib o'tmoqda. Hozir shu haqda Mahmud Zamaxshariy nomidagi Xorazm viloyat axborot kutubxona markazida kitobxonlik haftaligining ochilish marosimi o'tkazildi. Unda yozuvchi va shoirlar, jurnalistlar, yoshlar ishtirok etdilar. So'zga chiqqanlar kitobni sevgan millat taraqqiyotga intilayotganini ta'kidladilar. Bu borada davlat tomonidan shaxsan prezident tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan loyihalar e'tirof etildi. Asosiy e'tibor yosh kitobxonlar safini ko'paytirishga qaratildi. Mazkur ma'naviyat bayramining Toshkent shahrida ochilish tadbiri tashkil etildi. Bu bevosita joylarga video aloqa tarzida ulandi. Respublikada ana shu kitobxonlik haftaligi ochilishi marosimi o'tkazilyapti. Har bir axborot kutubxona markazida haftalik doirasida turli ko'rgazmalar ham tashkil qilindi va ana shu ko'rgazmalar doirasida ko'pgina mana shu mahalliy yozuvchi shoirlarimizning adabiyotlarining ko'rgazmalari ham tashkil etilyapti. Bugungi kunda mana shu bolalar shoirlarini ijodlari bilan tanishtirish maqsadida, shuningdek ko'zi ojizlar kutubxonalar bilan hamkorlikdagi tadbirlarimiz bugun keng miqyosda nishonlanadi. Haftalik doirasida viloyatdagi maktablarda, oliygohlarda, kutubxonalarda turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlarga keng o'rin berilyapti. Ijodiy uchrashuvlar, yangi kitoblar taqdimotlari bo'lib o'tyapti. Prezidentimiz Xorazmga tashrifi davomida Xiva xonlari hayotini yoritishga bag'ishlangan asarlar yaratish masalasini qo'ygan edi. Bugun mana Allohqulxon haqida juda yirik bir asar yozildi. Davlatyor Rahim qalamiga mansub yoki Safarboy Ro'zimboyevning Langar nomli trilogiyasi yoki bo'lmasa Qurbon Muhammad Rizo qalamiga mansub tarixiy asarlar va mana Sotim Avaz tomonidan Abulg'ozixon haqidagi tarixiy roman yangi nashrga taqdim etildi. Qo'zi davlat qalamiga mansub Mozidan Sado trilogiyasida ham Xiva xonlarining hayoti, Feruz haqidagi tarixiy asarlar bu kitobxonlar ommasiga taqdim etildiki, xorazmlik farzandlarimiz o'zlarining ota-bobolari kim bo'lganligini ana shu asarlar orqali bilib oladilar. Kitobxonlik festivali bir hafta davomida o'tkaziladigan tadbirlar bilan yoshlarning qalbiga yana ham kirib borishga, ularning qalbida adabiyotga, she'riyatga, kitobga bo'lgan mehrni tarkib toptirishda juda katta ahamiyat kasb etadigan fayzli bir tadbirlardan biri bo'lib qoladi. Urganch davlat universitetida o'qiyman. Tarix fakultetida menga asosan eng katta yordam bergani o'qishimga tarixiy kitoblar bo'lgan. Kitobxonlik haftaligi biz yoshlar uchun ajratilgan juda katta imkoniyat desam mubolag'a bo'lmaydi. Har bir inson hayotida bitta kitob uning taqdirini o'zgartirishi mumkin. Kitobxonlik bilimning kaliti, yurakning ilhomi, fikrlashning kengligi demakdir. Kitob o'qishga sarflangan vaqt eng ma'noli sarmoya. O'ylaymizki, butun mamlakatimiz bo'ylab boshlangan kitobxonlik haftaligi kitobsevarlar safini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.